Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana dastlabkalari bori va dastlabkalari yo'g'i, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkalari va o'zingizlar olib ketib olgan holatda dastlabkalarini gaplashamiz. Bir chekana mashinamiz uzunligi 2 km, balandligi 2.30, 3 million 700 ming so'm, 3 million 700 ming so'm va 3 million 300 ming so'm va 3 million 300 ming so'm. 3 million 700 liga uzunligi 2 km, balandligi 2.35 holatda, rangi o'zgarsa puli o'zgarmaydi. Rossiyskiy laminat, qirg'oqlar rezina kronka, hamma yog'i, orqalari granit, stansiyalarimiz va duxovka, gaz, vitichkaga moslasangiz bo'ladi. O'ng tomon, chap tomonga. Bunimiz 2 metr holatda. Mana 3 million 300 ming so'mga va kichkina ishlagan mashinamiz endi dastlabkalari yo'g'i bo'lgan narxini aytib boramiz. Uzunligi 1.70, balandligi 2 metr. Buni narxi 1 million 600 ming so'm va uzunligi 1.20, balandligi 2 metr va $100 1 million 300 ming so'mga, 1 million 600 ming so'm, 1 million 600 ming so'm va 2 million so'm. 1 million 600 ming so'mliklarimiz 1.70 va 2 metrlarimiz 2 millionligimiz esa 2 metr holati. Bunimiz ham shunaqa 2 metr holati, 2 million so'm. Bunimiz esa 1.70, 1 million 600 ming so'm, 1 million 600 ming so'm va 1 million 600 ming so'm, 2 million so'm, 2 million so'm. Mashqator polni 2 metr holatda xohlagan turida tayyorlab beramiz. Kimga qanaqa optin narxida ishlaydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, chiroyli holatda qilib yasab beramiz. Zakaz qildirmoqchi bo'lsanglar, murojaat qilsanglar, 10 kunga qolib qolmasdan chiroyli holatda akkuratni qilib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki zakaz aksiyalari borib o'rnatib berishimiz ichida kelishib turib holatida